Men yaqinda bitta janozaga bordimda. Ya'ni o'sha janozaga borganimda inson qanchalik o'lganidan keyin shu tez unutilishini bilganida edi, hech kimga kuyinmasdan yashaydi. Na bolam derdi, na opa singlim deydi yoki na atrofdagilarni gapiga e'tibor berib yashaydi deb o'yladimda. Ya'ni o'sha o'likni olib chiqib ketishgandan keyin o'sha duo Fotiha bo'ldi. Undan keyin hamma o'zini hayoti bilan gaplashdi. Siz yaxshimisiz? Farzandlar yaxshimi? Osh yeb olasizmi? degan suhbatlar bo'ldi-da. Ya'ni o'sha o'lgan odam ketdi. Endi o'lgan odam o'zini faqatgina o'zini o'ylaydigan holatda ketdi-da. To'g'ri. O'shaning uchun men ham o'ylayman, bu dunyoda faqat inson o'zini o'ylash kerak. Ya'ni ketib egoizm ma'nosida aytmayapti bu gapni. Egoizm ma'nosida emas, ya'ni egoizm faqat menga bo'lish kerak degan ma'noda emas. Ya'ni o'sha ketadigan kuniga faqat o'zini o'ylab, o'zini tayyorlash kerak deb o'ylayman-da.